Ka'batullohni tavof qilib yursa, bir yigit, bir yosh yigit Ka'bani aylanayotib to'xtamasdan salovat aytyapti ekan. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Nima qilsa, yursa, tursa faqat salovat aytaverar ekan. Saida ham salovat aytaverar ekan, boshqa joyda ham haligi zot, shayx ulug' zot hali yigitni chaqirib, "Sen boshqa duo bilmaysanmi?" dedi. Ko'pincha o'zi har birini duolari bor bilasiz. Robbana atina fid dunya hasanana aytiladi, Saida ham aytiladigan duolar, lekin faqat u salovat aytar ekan. Keyin haligi yigit aytibdiki, "Men tavofni qilib olgandan keyin sizga aytib beray. Tavofni qilib olgandan keyin bilaman boshqa duolarni. Lekin men bir voqeani guvohi bo'ldim. Aslida hajga otam bilan birga kelayotgandim. Otam birga edilar. Bir joyga kelganda otam betob bo'lib qoldilar. Kechqurunda otam qazo qilib dunyodan o'tib qoldilar. Boshlarda yig'lab o'tirdim, yaxshi niyat bilan ota bola hajga kelgan edik. Bir payt yarim tunda qarasam, xoh ishoning, xoh ishonmang deydi hali yigit aytayapti. Otamning yuzi shu qadar xuniklashib ketdiki, shu qadar odamlar ko'rsa qo'rqadigan bir darajaga kelib qoldi. Odam ko'rsa qo'rqib ketadigan holatga aylanib qoldi yuzlari. Shunday bir g'alati bo'lib ketdi, bir mahluqqa aylangandek bo'lib ketdi. Qo'rqib ketdim, xijolat bo'ldim. Nima qilaman endi? Ertaman otamni dafn qilishlikda yuvib kafanlashga odamlarni chaqirsam yana noqulay, kechqurun bir narsa qilib eplab o'zim ko'mamanmi deb deydi, juda xijolat bo'lib qoldim deydi. Otamni bunaqa holatda ko'rib. Otamni yuzini berkitib qo'yib, yig'lab uxlab qolibman deydi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kelibdilar deydi. Kelib, "Nimaga yig'layapsan? Nima bo'ldi?" deb so'radi deydi tushida. Bilasizlarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam kimni tushiga kirsa, bu haq tush bo'ladi. Chunki shayton payg'ambarimiz alayhisolamning ko'rinishiga kira olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar, kimni men tushiga kirsam, demak men haqiqatda kiribman, chunki shayton meni tushimga kira olmaydi deganlar. Haligi tushlariga kirib payg'ambarimiz alayhisalom oldiga kelib, hali yigitga "Nega yig'layapsan?" desa, qarasa turibdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Otam shunaqa yuzi shuncha xunuk bo'lib ketdi. Juda ham xijolatman, endi hozir odamlarga nima deyman deb yig'lab o'tiribman degan ekan, yuzini och debdi. Yuzini ochgan ekan, qo'llari bilan silab qo'ygan ekanlar. 15 kundek oydek charog'on bo'lib ketibdi. Haligi yigit hayron bo'lib, "Buni siri nimada?" degan ekan, "Oting juda odamlarni ko'p g'iybat, ig'vo qiladigan edi. Ko'p gunohkor, ko'p gunohlar qilgan edi. Lekin bitta jihati bor ediki, otingdaqa menga ko'p salovat aytadigan yo'q edi. Menga otingdaqa boshqa salovat ko'p aytadigan yo'q, shuning uchun" debdilar. Hatto shafoat qildilar-da, bunday qilaylik bu dunyoda. Hali yigit aytayaptiki, "Mana shunaqa deb ketdilar, uyg'onib ketdim, cho'chib uyg'ondim. Otamning yuzini ochsam, otam haqiqatda ham chiroyli bo'lib qolgan ekan. Shundan beri meni og'zimdan salovat tushmayapti" degan ekanlar. Haqiqatda ham azizlar, ko'proq salovat aytishimiz kerak. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Eng zo'r salovat mana shu namozdagi salovatimiz. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad mana va Allohumma solli ala Muhammad kama sollayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim bor, o'shini aytamiz. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Mana shu salovatni Rasulimiz alayhisalom ko'p tavsiya qilganligi uchun namozda ham o'qiymiz-da. Ko'p aytaverish kerak, salovatni ko'p aytishimiz kerak va mana shu salovat aytishlik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilishimiz kerak. Muhabbat azizlar, iymonimizning komilligini bir belgisi. Bu zarur narsa, chunki payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa min jami'in nas" deganlar. Sizlar meni ota-onangizdan ham ko'ra, shirindan shakar farzandlaringizdan ham ko'ra, butun insoniyatdan ko'ra ko'proq sevmas ekansiz, iymoningiz mukammal bo'lmaydi deganlar. Shunaqa darajada sevish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga oddiygina muhabbat qilib bo'lmaydi. Muhabbat degani nima degani? U zotni ko'rsatmasiga muvofiq hayot kechirish degani. Agarki biz payg'ambarimiz alayhissalomni aytganidaqa yashaydigan bo'lsak,
u zotni ko'rsatmasidaqa yashayapman deydigan bo'lsak, bugungi kunda birortamizni darvozamizda qulib bo'lmaslik kerak edi azizlar.